Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda Kizaruga qarshi Kuzan ursa kim uchun solishtirib ko'ramiz. Birinchi o'rinda Kuzanni kuchlarini aniqlab olsak. Kuzan ko'pincha Ice Age degan zarbasi bilan hujum qiladi. Bu suvlarni ham muzlatib tashishi mumkin. Juda ham kuchli qobiliyat. Muz eng kuchli blok surutlardan biri deb o'ylayman. Agar bittada muz tushib qolsa juda ham kuchli ketishligi mumkin. Как olov, muz, dark fruit shunaqa frutlarga o'xshaydi, juda ham zo'r. Temboli zarba qabul qila olmaydigan narsasi bor. Juda eng zo'r frut va buni Kuzanni chidamliligi ham juda ham chidamli, chunki u Akaino bilan 30 kun tinmasdan jang qila olgan. Uncha marinelar Akaino bilan 30 kun jang qila olmaydi. Garddan sal kuchsizroqligini inobatga olmasak, Kizaru ham Kuzan ham juda ham kuchli. Ikkinchi giroyimiz ham juda ham kuchli, ya'ni Kizaru. Hozir Kuzan haqida gaplashayotgan ekanmiz. Ularning qilichlari haqida to'xtalib o'tsak, Ice Saber bu Kuzanning maxfiy qilichi. U o'zini muzidan yaratadi. Xuddi Kizaruga o'xshagan qilich. Ikkalasi bir-biriga juda ham o'xshaydi. Kizaru yorug'likdan foydalanib qilich esa, Kuzan muzdan foydalanib qilich yasaydi. Kizaru ham Kuzan ham Luffy, ya'ni Straw Hatlarga juda ham katta xalaqit bergan. Ikkinchi raqibimiz bu Kizaru, yorug'lik. Bu juda ham kuchli, ya'ni o'zini juda ham yaxshi ochib bergan. Luffy One Piece oxirgi seriyalarida vashik kuchli bo'lib ketgan. To'g'risi, oxirini ko'rmasalar bo'lmaydi. Egghead orolida Saturn va Kizaru Luffy komandasiga qarshi juda ham yaxshi turib beradi va legendarniy jang olib boradi. Kizaruning eng yaxshi kuchi bu tezlikda va klonlarda. Kizaru tez yurayotganda o'zidan bir nechta klonlar chiqara oladi va ularni erkin harakatlantira oladi. Garchi oq mo'ylovga qarshi bo'lgan jangda o'zini yaxshi ko'rsata olmagan bo'lsa-da, u juda ham kuchli giroy. Sizningcha qaysi bir giroy kuchliroq? Kuzanmi yoki Kizarumi? O'zingizning javoblaringizni kommentariyada yozib qolishingizni kutaman. Qaysi bir giroy Gardni yutishga yaqinroq deb o'ylaysizlar? Mening o'ylashim bo'yicha Kizaru yaqinroq Kuzanga qaraganda, chunki Kuzan qora mo'ylovi komandasi bilan ham zo'rg'a yutgan. Xayr.